Yo'q, sochimning rangi umuman menga yoqmadi. O'zgartirib bering. Kim qilgan buni oldin? Apa shaxsiy beriblar. Apa shaxiy umuman qila olmaydi-ku. Men oldin kiysangiz bo'lmaydi, o'zim cho'tki qilib beraman. Hozir o'zgartiramiz, ha. Shogirdlarim, sochini ko'ryapsizlarmi? Bu boshqa joyga borib buzib qo'ygan. Buni biz to'g'rilashimiz kerak. Demak, buni botox qilamiz. Tushundinglarmi? Tipa reanimatsiya. Mana shuni o'zlaringiz taxlaysizlar. Mana ishlarim bor. Давайте. Ana, ko'ryapsizmi, qanday chiroyli bo'ldi sochingiz. Takoy nejnenga. Hayot gulzor diye kezdim. Tikonlari chiqdi yo'ldan. Dadam kelgan ekan. Hozir shu yerda o'tiring kelaman. Dada. Buni menga shuncha katta qiladi. Papchika, to'xtang, men ketib. Yo'qal. Yo'qal, menga tegma, umuman tegma. Tushundingmi? Bu yerga qaytib qadam bossang, o'ldiraman men seni. Yo'qal. Papchika, nimasi yomon kasbimmi? Men hallada bosh ko'tara olmay turibman. Aytgandim-ku menga qaytib qilmayman, stilistlik deb. O'zi как раз siz shaharga kelishingizni kutayotgandim. Siz sovg'a tayyorlab qo'yganman. Bor yo'qal. Xursand bo'lasiz, papchika. Hech yo'qal, ko'zma ko'rdim. Bir marta papchika, mana siz Mega House O'zbek loyihasidan 2 xonalik uy oldim. Sizniki bu endi. Bu Buxoro shahridagi eng fasad chiroyli dom. Rostdan. Ha, undan tashqari bu yerda boshlang'ich to'lovsiz 60 oyga foiz va penalarsiz beryaptilar. Agar boshlang'ich to'lovni ozgina ko'proq qilsangiz, bu yerdan ko'proq sovg'a ham yutib olishingiz mumkin. Zo'ra? Yaxshi ekan, yaxshi. Rostdan menga bu. Ha, siz o'tingiz mana. Undan tashqari loyiha egasi Farhod aka Qosimov shaxsiy brendlarni endi boshlaganlar munosabati bilan Telegram va Instagram ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'lganlarga 2 ta Cobalt'ni sovg'a sifatida beryapti. Faqat buxoroliklar 15-oktyabr kuni kechki soat 20:00 da onlayn taqdimot bo'ladi. Telegram kanalda. Telegram kanali esa profil shapkasida turibdi. Bemalol o'tib uylar haqida ma'lumot olsangiz bo'ladi dedi. Zo'rmi? Ha, bo'ldi. Bo'lmasa, men seni kechirdim. Faqat boshqa ko'zma ko'rma bacham, tushundingmi? Shunda ham endi ko'zingizga ko'rinmayman. Uy siz otingiz oldim 60 oy bo'lib berish. O'zingiz istedingiz. Hech zamonda o'ylamagandim o'g'lim bilan sudlashaman deb. Endi men seni sudga berib qamataman. Ammo lazi judoyi shabnom joyi